Meni jomodonim qani? Uyda biror narsa topib bo'ladimi o'zi? Sharti bo'lmadi dedi. Shuni aytgin. Turligim qani? Bo'linglar tezroq kelib Qizlar, Opera Julio Massa. qizlar hayvonlar. Siz kechirasiz. Menga qarang. Ssenariy muallifi va prodyuser Jon Tubis. Menga qarang, iltimos. Kris Columbus. Pitni akasi oilasi bilan kelgan. Trish Monrealga ketyapti. Monrealga? Ha, oilasi o'sha yerda-ku. Biz ham ketyapmiz. Qachon? Ertaga. Hamma narsani yig'ishtirdik. Ha, yig'ishtirdik. Oyi, Frank amakim televizor ko'rishga ruxsat bermayaptilar. Boshqalarga mumkin-ku, mengachi. Men telefon orqali gaplashyapman. Nima deding? Qani bor bu yerdan. Ehtimol meni haydab yuborarsiz. Mayli, xayr Soqol bo'lsin. oladigan ustaramga adapter oldingmi? Yo'q, bunga vaqtim bo'lgani yo'q. Liya, Fransiyada qanaqa soqol olaman? Soqol qo'yib qo'y. Dada, menga hech kim ish buyurmayapti. Hech kim buyurmasa men buyuraman. Bor, o'yinchoqlaringni yig'ishtirib ol. Lesli xolang bittasini bosib olib, oyog'i sinishiga oz qoldi. Buning yana garajga kirib o'ynabdi. Bu haqda kelishgandik-ku. Nima, bu bilan ziyon etkazdimmi? Hecham-da, faqat qarmog'imni almashtirdim, xolos. Menikini oldinglar. Yo'q, eskisini olmoqchi edim. Ularga cho'lchang yopishib qolgan ekan. Keyin yangisini oldim. Bo'pti, endi xonangga bor. Keling, qani kela qol menga. Mana uni ol. Voy, og'irligini qarang. Tavba, ko'nglim g'ash bo'lyapti. Bo'laqa jomadoningni yig'ishtir. Nima? Jomadoningni yig'ishtir? Menga qara, shampun qayerda ekan? Men bu yerda turmayman. Hech kim shampun qayerdaligini bilmaydi-ya. Ota-ona shu yerdamilar. Ha, lekin bu yerda turishmaydi. Aytgancha pizzani sen buyurtirding. Bas buyurtirgan. Salom. Siz ota-ona shu yerdami? Yo'q, otam Parijda yashaydi. Kechirasiz. Salom. Ota-ona shu yerdami? Ha? Shu yerda turishadimi? Yo'q. Tavba. Shuncha bola bo'lsa-yu, bitta ham ota-ona bo'lmasa, qip-qizil yetimxonani o'zi. Bilasanmi, men hech qachon jomadon yig'ishtirmaganman. Toshinter. Men ham shunaqa dedi. Nima debman unga? Toshinter deganmishsan. Nima bo'pti? Oldimga kelib qo'l jomadon dedi. Xuddi tentakka o'xshab. Men tentak emasman. Nimaga bo'lmasa o'zingni o'zing eplay olmaysan. U to'g'ri aytayapti. Kechirib qo'yasan-ku, men senlardan kichkinaman. Umrda jomadon yig'ishtirmaganman. Hali ham jomadonlab yuribsanmi? Yana nima qilsan? Balki sen yordam berarsan. Ha, noying topsan-da. Nari tur. Keling, sen xavotirlanma. Oyim jomadoningni yig'ib beradilar. Aytgancha, Fuller bilan birga uxlaysan. Agar ko'proq suv ichib qo'ysa bormi? Bundan ko'ra o'lganim yaxshi emasmi? Shuncha odamdan bittasi ham yordam bermasa, yolg'iz yashashni xohlayman. Yolg'iz yashashni. Men yolg'iz yashashni xohlayman. Men qara, o'rgimchakni kim boqadi? Qo'rqma, 2 haftalik ovqatini yeb olgan. O'lmaydi. Fransuz